Ko'pchilik so'ragan roli gidravlikali bo'lgan 7-6 kuchli motovloylarimizni yangi partiyalar yetib keldi. E'tibor beringlar, bitta qo'lda o'zida ham juda ham yumshoq hamda yaxshi sifatli burilib beradi. Ko'rib turgan motovloglar 7-6 kuchli rollari gidravlikali bo'lgan motovlog, yonida bo'ladigan bo'lsa 7-6 kuchli salarkali roli bez gidravlikali motovlog. Burilishiga ahamiyat beringlar. Buni burilishi ancha qiyinroq buriladi. Bu motovlogimiz bo'ladigan bo'lsa, bu ham 7-6 kuchli, faqatgina bunga pachimliklar qo'yilgan bo'ladi hamda katta balon qo'yilgani hisobiga roli juda ham yaxshi, yumshoq burilib beradi. Ko'pchilik so'ragan modeli va nihoyat yana agroservis do'konimizga yetib keldi. Shu munosabati bilan hozir sizlarga 7-6 kuchli salarkali oddiy motoblok, undan tashqari 7-6 kuchli original rollari gidravlikali 1 yildan garantiyalari bor motoblogimizni qisqacha ma'lumotini hamda narx-navosini tanishtirib o'taman va kimdagi mana shunaqa rollari gidravlikali motoblokdan xarid qilmoqchi bo'lsa, ekranda pastiga nomerimni qoldiryapman. Aloqaga chiqib xarid qilishingiz mumkin. Soni cheklanmagan miqdorda xohlaganlar yig'ilgan, xohlaganlar orqa tomonda yashil holatida ham olishingiz mumkin. Va undan tashqari, agar hoziroq mana shu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentga omad deb hoziroq kirib yozib beradigan bo'lsangiz, mana shunga o'xshagan instrumentlardan bittasini 1 so'm pulsiz mutlaqo tekinga olib olish imkoniyati sizda mavjud bo'ladi. E'tibor bering, qo'limda turgan shurpoyor nabor, Bosch firmaning shurpoyor nabori, ikkitadan batareyka, zaryadnik, golovka, atverka, sverlolari bilan jihozlangan. Shu shurpoyor nabor boshqa do'konlarda 300 ming, 350 ming sotiladi, lekin bizning do'konimizda siz bu shurpoyor naborni tekinga olib olishingiz mumkin. Faqatgina videoga bitta like tugmasini bosib, kommentga kirib omad yozib beradigan bo'lsangiz, kelganingizda mana shunga o'xshagan 50 xildan oshiq instrumentni bittasi sizniki bo'lib qoladi. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, qanday qilib tekinga instrument olib ketish shartini tushuntirib o'tamiz va kelib bemalol tekinga instrumentlardan olishingiz mumkin akalar. Xo'p, motobloklarimizni o'tadigan bo'lsak, motoblokni aytib o'tganimdek, mana oddiy modellarga bir qator oddiy o'zi turgan holatini ham ko'rasizlar mana. Oldingi modellari mana shunaqa oddiy holatda kelgan. Mana rollari ancha qiyinroq buriladi, chunki ikkala balonga e'tibor beradigan bo'lsalaring, balonlar yerga sudralib buriladigan bo'ladi. Xo'p, roli gidravlikali motoblogimiz mana e'tibor beringlar. Bitta qo'lda o'zida akalar, juda ham yumshoq hamda yaxshi burilib beradi. Bu roli gidravlikali motoblogimiz yosh kattaroq odamga hamda yoshroq odamga umuman qiyinchilik tug'dirmaydi, chunki buni roli gidravlikali motoblogimiz birinchi o'rinda balonlari katta, ikkinchi o'rinda balonlarda pachimliklari bor, uchinchi o'rinda garantiyali motoblok bo'lgani uchun juda ham yaxshi sifatli ishlab xizmatlarini qilib beradi akalar. Xo'p, narx-navosini tanishtirishni boshlaydigan bo'lsa. Xo'p, bu roli gidravlikali motoblogimiz aytib o'tganimdek 7-6 kuchli, e'tibor berasizlar, motorlari 170 motor qo'yilgan bo'ladi. Yoqilg'i turi aytib o'tganimdek eng xadavoy bo'lgan benzinli modeli bo'ladi akalar. Yurishlari zavodnoy orqali yarimta tortganlarda zavodit olib juda ham yaxshi sifatli ishlab beradi. Vo'zdiqlari maslinli bo'ladi akalar, e'tibor beringlar. Vo'zdiqlariga 50-60 grammdan masla qo'yib yursanglar, sizlarga motoblok uzoq umr hamda yaxshi xizmat qilib beradi. Yana bu motoblogimizni roli gidravlika bo'lishidan yana bitta ustunroq tomoni bor. Boshqa 7-6 kuchli motobloklarda reduktori ancha katta hamda baquvvat reduktor qo'yilgan bo'ladi. Shuni hisobiga roli juda ham yumshoq ham burilib beradi hamda og'ir yuk tortganinglarda, yer haydayotganinglarda juda ham baquvvat chuqur olib beradi akalar. Xo'p, undan tashqari roli juda ham uzun hamda yaxshi qilib ishlangan bo'ladi. Oldiga 1 hamda 2 skorisi bor, orqaga bittadan zatning xodlari bilan jihozlangan bo'ladi. Motoblogimiz o'zi, xo'p, komplekt frezasi, tormozi, dokument, kulish hamma narsalari bilan akalar 4.500 baho aytilyapti. Kesinglar, oz-moz yo'li ham bor, kelishtirib ham beramiz. Xo'p, orqasiga mana bunaqa teleskasini ham qo'shib olaman deganlar, arabalarimizning narxi 2.200 dan 2.600 ming so'mgacha bor. Kesinglar, arabalarning ham narxini addinni kelishtirib, kamini qilib beraveramiz akalar. Motoblokni o'zi, komplekti frezasi, orqada tormozi, ichida mayda-chuda kulish dokumentlari bilan 4.500 baho aytilyapti. Kelsanglar, kelishtirib beramiz. Va bundan tashqari akalar, ko'rishingiz mumkin, yonida 7-6 kuchli Solarishning modeli. Ko'pchilik joylarda bu salarkali motobloklarda hamda boshqa turdagi motobloklarda ko'piga germanskiy, rossiyskiy deb yozib qo'ygan uchun germanskiy hamda rossiyskiy deb sotilayotgan, lekin akalar, bu hamma motobloklarimiz 100% Xitoyning mahsuloti bo'ladi. Germanskiy yoki rossiyskiy deb yozilganiga ishonmanglar, chunki hammasi 100% Xitoyning mahsuloti, 100% garantiyasini beramiz. Chunki bu yozib qo'yilgan narsalar prosta tagi nakiletga qoladi akalar. Mana ishlasanglar shunday qilib chiqib ketadi. Shuni hisobiga akalar, bu nakiletkalariga qarab olmaysizlar. Faqat motoblokni sifatiga, mana bunaqa hozir qulaylik, baloni katta, pachimlik bo'lsa, roli uzun bo'lsa, shu tomonlarga qarab olsanglar, aldanib qolmaysizlar. Xo'p,
Bu salarkali deganim 173 motor bo'ladi. Xo'p, yoqilg'i turi salarka, 3 litrlik salarka bak qo'yilgan bunga. Yurishlari buniki ham zavodnoy orqali yarimta tortganinglarda zavod oladi hamda roli uzun qilib ishlangan modeli bo'ladi. Xo'p, narxiga o'tadigan bo'lsak, bu salarkaligimizning narxi 6 million 500 baho aytilyapti. Kelsanglar kami ham bor, kelishtirib beramiz. Aytib o'tganimdek akalar, ko'pchilik joylarda rossiyskiy, germanskiy deb sotilayotgan motobloklarga aldanib qolmanglar. Hammasi 100% Xitoy texnologiyasi bo'ladi akalar. Xo'p, manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni. Videoni boshida ham aytding, tekinga shurpoyor beraman deding, tekinga bolgarka beraman deding. Ularni tekinga olish sharti qanday bo'ladi ekan deganlar uchun bizning do'konga kelasizlar. Hozir ko'chada ko'rsatib o'tganimda istalgan bitta motoblokni xarid qilasiz. Motoblokni xarid qilib bo'lganingizdan keyin do'konimiz ichiga kirasiz. Do'konimiz ichiga kirganingizda mana shuncha instrumentdan bittasi tekinga sizniki bo'lib qoladi. Bu qanday bo'ladi? Motoblokni xarid qilib bo'lganingizdan keyin kirib mana shu omadli barabarimizni aylantirasiz va bu omadli barabarimizni aylantirganingizda shu yerda turgan instrument qaysi biri tushsa ham mutlaqo tekinga 1 so'm pul bermaysizda. Shunda olgan motoblogingizga shu yerdagi instrumentni bittasini qo'shib beraveramiz. Bu degani eng arzon motoblogni 3 million so'mga yo 4 million so'mga xarid qilasiz. Kirasiz bitta barabarni aylantirib 300 ming 400 ming instrumentlarni tekinga olib ketib qolishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni.